Assalomu alaykum. Bugun biz yangi proyekt boshladik. Bu proyektimiz elektriklar hayotidan podkast bo'ladi. Bugun tanlagan mavzuyimiz elektriklarni xizmatlarini narxlari bo'ladi. Bugun bizada mana Umid akam, Rustam akam va Xislat akam tashrif buyurgan. Umid aka, Assalomu alaykum. alaykum assalom, assalomu alaykum. Elektrikada mana xizmat ko'rsatasiz. Xizmatlaringiz narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Mani ismim Umidjon. Umid Elektro brend bilan tanilganman Instagramda hamda YouTube platformalarim bor. Man 15 yildan beri shu montaj yo'nalishida yuraman. Bugungi kunda eng qiziqtirayotgan mijozlarimizni eng qiziqtirayotgan savol narx bo'yicha avvalambor. Bizani ish faoliyatimizni klientga tushuntirib bergunimizcha to'g'risi klient qimmat aytyapti, mijozlar avvalambor arzon aytyapti deb fikri o'zgarib qolyapti. Chunki mijozlarimiz bizlar bilan gaplashishdan oldin ba'zi birlari bir 10 tadan oshiq elektriklar bilan gaplashib turib, oxiri sizga telefon qilishadi. Shunga o'xshagan gaplar. Shunaqa. Narxga keladigan bo'lsak, Toshkentda man o'zim ishlab yuribman shundan beri 100 dan oshiq uchastkalar hamda 100 dan oshiq kvartiralar, промышленный zonalar, elektrikaga oid, montajga oid yo'nalishdagi anchadan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Именно ko'pchiligiga qiziqtirayotgan savol mana shu xonadondan, ya'ni 60 mingdan 150 minggacha narx o'ynaydi. Bu narx o'ynashiga nimalar sabab bo'ladi? Nima omillar? Omillar avvalambor uchastka, kvartira, промышленный zonalar, keyin proyekt bilan keladigan joylari, shunga o'xshagan holatlar hamda eng glavnisi klientlar mijozlar bilan gaplashayotganda narxi biza ishimizni ularga to'g'ri tushuntirib bera olsakgina ular o'sha bizni yo'nalishimizdagi holatga tushunishligi mumkin. Tushundik siznikini. Rustam aka, sizni xizmatlaringiz narxi va nima xizmat ko'rsatishingiz bilan tanishib o'tsak endi. Xo'p, hammaga salom avvalambor. Mani obunachilarim taniydi. Ismim Rustam, Elektrodoktor.uz Instagram sahifasini asoschisiman. Hop, mani ayni kunda qilayotgan ishlarim elektrikada asosan elektromobillarga zaryadlash qurilmasini o'rnatish, undan tashqari transformatorlar o'rnatish va montaj ishlarini ham goh-gohida amalga oshiramiz. Bizni xizmat narxlarimiz odatda ishi salohiyatiga qarab turib belgilanadi. Hozirgi kunda 1,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha bo'lgan oraliqda narx-navoga to'g'ri keladi bizning ishimiz. Rustam aka, endi savol beraman yana. Siz qaysi hududlarda xizmat ko'rsatasiz? Shunisi bilan ham tanishtirib o'tsangiz. Hop, bizni faoliyatimiz Toshkent viloyati va Toshkent shahri bo'ylab amalga oshiriladi. Viloyatlarga odatda chiqmaymiz, lekin bizga qo'ng'iroq bo'ladi, taklif bo'ladi. Biz ularga iloji boricha telefon orqali o'zini o'sha joyda turgan elektriklarga tushunchalar berish orqali yordam beramiz. Shunaqa faoliyatlarni amalga oshiramiz biz. Sizni xizmatlaringiz bilan tanishib o'tdik. Xislat aka, siz bilan endi bir gaplashsak, siz qanaqa xizmatlar ko'rsatasiz, narx-navosi qanaqa bo'ladi? Shunisi haqida bir ma'lumot berib o'ting. Hop, avvalambor assalomu alaykum. Bu mavzu juda katta mavzu asosan deb qarasak, bizani narxlar deyarli Toshkent narxlari bilan birma-bir yuradi. Sabab dashniy proyektlarda asosan isitish tizimlari yoki qanaqadir basseyn sistemalari, sложный avtomatika tizimlarida murakkab texnologik jarayonlardan o'tadi. Bu narsa albatta narx-navoga ta'sir ko'rsatadi. Endi sizni gapingizni bo'laman. Toshkent bilan bizlar farqi bor deyapsiz. Toshkentdagi uylar bilan dachani aynan nima farqi bor? Nimaga bu yoqda bunaqa narx, Toshkentda bunaqa narx? Nima sababdan o'sha ta'siri bor? Nimasiga ta'siri bor? Hop, Toshkent va Toshkent atrofida asosan tish qozonlari gaz tizimi bilan ishlaganligi uchun, ya'ni gazda muammo bo'lmagani uchun ular yengilroq tizim amalga oshiriladi. Yog'iga komfortdan kelib chiqib turib qilinadigan ishlar. Endi dashniy loyihalarda asosan umidon tizimi, knez sistemalar yoki relay sistemalar bilan amalga oshirilgan tizimlar ko'p. Ya'ni undan tashqari yana murakkab tizimlar, ventilyatsiya sistemasi, basseyn sistemalari, sauna sistemalarida juda ko'p loyihalar amalga oshiriladi. Bularda hammasida hisob-kitob hamma narsa amalga oshirilishi kerak va aniq ro'yxati tuzib chiqilishi kerak. Bu narsada bizada loyihalar ishlab chiqiladi. Proyektlar bo'yicha ishlaymiz, proyektlarni o'zimiz amalga oshiramiz. Shu sababli bizada narx-navo 60 mingdan 150 minggacha. Endi sizlarga общий savol bo'ladi, hammanglarga. Siz Toshkent
hududida siz Toshkent viloyati, ya'ni Bo'stonliq hududida siz Toshkent viloyati va Toshkent. Boshqa hududlarga borsanglar, Xo'p. boshqa hududlarda ishlasanglar, Mhm. narx-navoga qanaqa ta'sir qiladi? Nima sababdan ta'sir qiladi? Shunisini ham aytib o'tsanglar. Asosan ta'sir qiladigan narsa yo'l Mhm. uzoqligi. Hop. Masalan, Mhm. Toshkentda turasiz, sizga Qoraqalpog'istondan murojaat qilishdi. Albatta. 1200 kilometr yo'q. Mhm. 1200 kilometr adashmasam. Bu yoqqa borib ishlashingiz, masalan 10 kunlik yoki 1 oylik proyekt bo'lsa, Hı. Shunaqa. qanaqa narxga ta'sir qiladi? Endi o'rta hisobda hozir aytdimu sizga 60 mingdan misol uchun 150 minggacha o'rtaning narxi почти 10 baravariga hisoblanadi. Mhm. Chunki aytolmayku yo'l ta'siri kuchli. Borib kelish, oiladan uzoq yashash, sizga ishonib qo'ygan shogirdlaringizni oilasidan olib u yoqqa ishlatish. Gapiraman siz bunaqa har Lekin- xil bahonalaringiz lekin- mumkin. Borasizlar. Boramiz. Chaqirishsa Boramiz. borasizlar. Bularni fikriga qo'shib ketaman. Uzoq savolga chiqqan mutaxassis, qanaqa mutaxassis bo'lsa ham baribir diskomfort his qiladi. Chunki uydan uzoqda Albatta. yashash, yotish sharoiti yoki shunga o'xshash har xil holatlar, material yetishmovchiligi, ayniqsa viloyatlarda bu holat juda ko'p kuzatiladi. Material muammosida Toshkentga kelib olib ketishga sharoiti bo'lmaydi yoki shunga Endi o'xshash. Xislat aka, sizni gapingizni bo'laman. Viloyatlarda masalan bilamiz, bizlar ham kuchli elektriklar bor. Ular ham baribir o'sha viloyatlardan olishadi, Toshkentdan emas. Siz u yoqqa borib o'sha narsani topolmaganingiz uchun diskomfort bo'ladimi? Yoki Toshkentdagi magazinlar, do'konlar yaxshi bilganingiz uchunmi? Menga endi o'zi ikki tarafdan ham o'ziga yarasha nyuanslari bor. Sababi Toshkentga tushishimizni o'zi birinchidan vaqtimiz ajratishimiz kerak. Hamma bu do'konlarga kirib chiqishimiz kerak. Do'konlar bilish yoki bilmaslik ikkinchi darajali masala. Biz shunchaki o'zimizdagi do'konlarda topilmaydigan narsalarni majbur bo'lamiz Toshkentga zakaz berish. Bu narsa vaqt kechikishiga, ishni to'g'ri vaqtida bitmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omil. To'p. Rustam aka, boyadan beri jim o'tiribsiz. Endi siz ham bir borasizmi siz ham? Boshqa viloyatlarga bo'lsa? Endi mani holatim bo'yicha ishga chiqib qolsa agar viloyatda ochig'i uzoqroq joylarga bormayman. Ochig'ini aytaman buni. Chunki elektrika sohasi hozir mana internet tarmoqlari rivojlangan, o'rganish bu darajada qiyin narsa emas. U yoqda ham yaxshi mutaxassislar borda. Bor. Ozgina tushunmay qolgan joy bo'lsa, telefon qilishadi, lekin YouTube'da ko'rib bizning sahifalarimizni qilishadi. Onlayn tarzda yordam beramiz hammasiga. Videosini tashlang deymiz, ko'rsating deymiz. O'sha orqali yordam beramiz. Man misol uchun qiyin vaziyat bo'lsa, endi kimdir tushunmaydigan vaziyat bo'lsa borishim mumkin. Lekin oddiy holatda anaqa zaryadka o'rnatish, montaj ishlar chiqsa, ularga konsultatsiya berib qo'ya qolaman. Yaxshi taklif mana. Endi sizlarga yana savol bo'ladi. Bemalol telefon qilaveringlar deysizlar, onlayn javob beramiz deysizlar. Ish vaqtinglar qanaqa belgilangan soati? Masalan, kimlargadir kechqurun soat 2 da ham, 3 da ham telefon qilishadi. Mani o'zimni opitimdan o'tgan. Men o'zimga ham kechasi soat 2-3 da ham telefon qilib so'rashadi. Bunaqa vaziyatda nima qilasizlar? 2-3 da telefon qilsa kechqurun. Endi bu savolga men aniqroq javob beradiganim yaxshi. Sababi bizada tog'li region bo'lgani uchun dashtli proyektlarda asosan sauna tizimlari ishlatiladi. Ya'ni tenlar quyilishi yoki qanaqadir basseynlar suvdan ishdan chiqish holati. Bu holat asosan mijozlarimiz kechqurun joylashuvdan keyingi bo'ladigan muammolar. Bu holatda bizani startli narximiz уже двухкратный narxga ketadi. Sababi kechqurungi charchoqdan keyingi qilinadigan ishga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bizani startli narximiz 300 mingdan boshlanadi. Va biz bu holatni bartaraf etishimiz uchun bizga kerakligi zapchastlar bilan, ya'ni materiallar bilan borishimiz kerak bo'lib qoladi. Topilmasligi holatlari ham kuzatiladi. Mana shu gapingizga qo'shimcha qilib o'taman. Men o'zim ko'p joyda eshitganman, ko'p joyda bilaman. Masalan, elektriklar chaqirishadi vizovga. Siz montajdan tashqari barib bor. Bu muammo Ko'p hal qilib bo'ladi. berasizlar. Kechqurun 10 ham 12 ham farqi yo'q. Hal qilib berganda, masalan, sizni turgan hududingiz, siz Toshkent hududidasiz, sizni o'sha Instagram orqali yo YouTube orqali topishdi, telefon qilishdi. Bo'stonliq hududiga kelib, mana shu narsani hal qilib bering deyapti. Bu narxingizga qanaqa ta'sir qiladi? Mana shu kelishingiz, masalan, bir xil aytadi, men borib shu ishni qilib bersam ham, qilib bermasam ham shuncha so'mni berasan. Chunki men borib ko'raman. Xo'p, yaqinda shunaqa bir holat bo'ldi. Mana shu Chorvoqdan telefon qilishadi. Chunki Chorvoqni ba'zi bir xonadonlarni montaj qilganmiz. O'sha gap shomdan keyin deymiz.
balki 2-3 barobar qimmat etiladi. Mhm. Shahar o'ziga misol uchun 100 mingdan 500 minggacha bitta chaqiruv xizmatini hisoblasak, endi u misol uchun kechqurun 8 gacha bo'lar. Ertalab 9 dan maksimum 6 gacha o'zi avvalambor men shunaqa vaqtda ishlayman. Chunki 6 dan keyin oila o'sha muhimroq bizga ishdan keyin. Kechqurun ko'proq bezovta qiladiganlar uchun haqiqatdan zarur odamlar o'zi imenda siz keraksiz deb telefon qiladiganlar uchun lekin biza borishimiz mumkin o'sha boradigan yo'nalishimizni narxini boya aytib o'tdingiz-ku. Mm. Man borsam ham, bormasam ham falonsim bo'ladi. Xohlasangiz o'sha yaqin atrofingizdagi elektriklarni chaqirsangiz, man tushuntirib berishim mumkin deb o'tib ketaman. Lekin imenda majburiy chaqirilsa sal qimmat bo'ladi. Bu degani 500 mingdan 1 milliongacha chorvaga kelib ketaman. Hop, bizda odatda qanaqa bo'ladi? Aynan hozirgi kunda elektromobillar bilan shug'ullanayotganligimiz uchun elektromobilda zaryadga ololmaslik holatlari kuzatiladi-da. Bu основной hamma narsani zo'r qilib o'rnatgan ustidan keyingi bo'ladigan muammo zaryadkada anaqa avariyniy knopkasi Avariyniy bor-da, o'sha knopka. bosilib qoladi. Rejang. O'sha bosilib qolgandan keyin klientlar telefon qiladi, mana shunaqa bo'ldi. Endi unga to'g'ri borib turib, vizib pulimni olsam ham bo'ladi. Albatta. Ha. Lekin biz u narsadan qaytamiz-da, klientga tushuntirib qo'ya qolamiz. Shu To'g'ri. joyda shunaqa knopkasi Ha, bor. ana eng muhimi shu o'zi. Ha, hozir shuni burangda chiqarib olsangiz zaryadga olib ketadi. ishlab O'shaniki ketadi. gapingizni bo'laman, dashtchi hozirgi elektromobil qo'ymoqchi bo'lgan bolalar hamchi bilmayapti-da. Telefon Ya, qilishadi. u mana sekin-sekin Yo'q, yillar sekin-sekin davomida o'rganadi. shakllanadigan narsa-da. Ha. Birdan hech Elementarniy xato, misol uchun juda katta vaqt topib qo'yadi. Siz ham vaqti kelsa adashib qolishingiz mumkin. Undan tashqari mana hozir biza nima qilganmiz bu narsalarni yo'lga qo'yish uchun o'sha odamlarga qiyin bo'lmasin, o'sha misol uchun soat 3 da turdi, zaryadga olmagan ko'rdi yoki 1 da ko'rdi, Ha. zaryadga olmagan, a? Endi kimga telefon qiladi kechasi kimdir bezovta yesi ham kelmaydi-ku. Yo'q. O'sha Telefonni paytda ko'tarmaydi ham. biza Telegram gruppa ochib qo'yganmiz o'shanga. Ha. Har doim silkasini BYD.uz, Chazor shunaqa gruppalar bor elektromobillarga. Shularga tashlab turamiz silkasini. Qo'shiladi unga. 7/24 ishlaydi. Qo'shiladi. U yerda misol uchun men onlayn bo'lmay turgan bo'lsam, mendan boshqa elektriklar ham bor. Ular onlayn turadi. To'g'ri taklif, to'g'ri. Videosini tashiydi, rasmini tashiydi, hamma narsasini tashiydi. Onlayn konsultatsiya. O'sha joyda ishi bitib ketadi ular. O'sha narsani yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Biz qachon boramiz? Biz boradigan paytimiz relay напряженияsi kuyib ketsa rasman. Avtomati уже qisqartib tashuvda ishladi yoki o'sha perguruz orqali qizib qoldi, tashlab yuboraveradi yoqsa ham o'sha paytda alishtirishga borishimiz mumkin. Yoki kimdir o'rnatdi, birinchi marta o'rnatish uni, birinchi o'rnatilganda kabelni ingichka tashlab tanlab qo'ydi schenasini yoki stabilizatorni to'g'ri tanlab qo'ydi. O'sha paytda boramiz, borganimizda har bitta vizipimizga borishimizni o'zi ko'rib berishimiz, konsultatsiya berishimiz 300 ming so'm. Agar qanaqadir ish bajarsak, unga yana shuncha qo'shimchasiga miqdorda shuncha pul qo'shiladi. Men sizga savol beraman, uzrasiz. Siz o'sha narx qo'shaman deyapsizlar Rustam aka. O'shani aytib o'tasizmi yo'q qo'yib turib ko'pchilikda bo'ladigan muammo. Sizga chaqirayotganingizga pul beryapman deydi, chunki meni boshimdan ko'p o'tadi. Falon ish qilib berasiz, o'sha viz narxini olasiz, lekin qo'shimcha narx olganingizdan keyin nimaga bunaqa narx olyapsiz, nimaga bunaqa qilyapsiz? Borishdan avval bu narsani aniqlashtirib olaman men birinchi. Borishdan avval mana misol uchun chaqiruv shunaqa. Agar u yoqda shuncha ish qilsam, ogohlantirib qo'yasiz demak. Ogohlantirib qo'yaman-da, chunki vizitda ko'p ishlaganman-da, tajriba bor. Aql vaziyatga tushganligi uchun endi bu yoqga sal tushroq bo'lish kerak. Bir kelishuv asosida borilmasa, aynan Toshkent shahrida yo'llar hozir tirband bo'lganligi. Qarang, to'g'ri. Gapingizni olaman. Kelishuv asosida deysizda, 10 tasidan bittasi misol uchun kelishadi. Ya'ni 9 tasi kelishadi, bittasi kelisha olmay qoladi. Srochniy chaqiradi. O'shaqa paytda misol uchun o'zingizni fikringizni aytib keting, men Hikmatilla shunga qarab sizga savol beradi. Endi bizning hududimizni nuqtalari juda yaqin, qisqa bo'lganligi uchun bizada yo'lda tirbandliklar vujudga kelmagani uchun ishchi yo'l mobaynida ko'rib ketilaveradi. Narx-navomizga sun'iy ta'sir qilmaydi. Ya'ni qaysi hududda bo'lsa ham 300 ming atrofida, 150 mingdan 300 minggacha bo'lgan atrofda ishlab beraveramiz. Faqat kechqurungi xizmatlarimiz o'zi avtomatik o'zgaradi. Sababi bizlar ishdan charchab kelganimizdan keyin bizga yana 2 barobar напряженный ishlaymiz. Bu hayot uchun juda xavfli birinchi navbatda. Buni ko'pchilik tushunmaydi, tahlil qilmaydi.
shu simni shu yerdan shu yerga olib qo'yishingga shuncha pul olasanmi degan joylar Bunaqalari ko'p bo'ladi. yoki 5 minutda bitirding, shu 5 minut uchun mana shuncha pul so'rayapsanmi degan joylar. Lekin bu shu 5 minut uchun siz 5 yil o'qigansiz, 5 yil Bunaqalar juda ko'p bo'ladi. vaqtingiz ketgan. O'sha narsani hisobini hech kim olmaydi. Vaholanki u siz uning uchun siz o'qiysiz yoki vaqtingizni ketkazasiz. Endi bitta narsa ham borda, simni bitta shuni olib qo'yish bor, simni o'shani tushunib olib qo'yish borda. Ha, Ikki xil yaxshi. e'tibor narsa Ha. borda. Ikkita yo'nalish. Ha. qo'yish bor. Endi o'sha Ha. narsani tushunmaydi, ko'pchilik tushuntirishga harakat qilamiz. Tushunadi. Endi iloji boricha o'sha onlayn buni holatlarda yengilroq biz onlayn konsultatsiya berishga harakat qilamiz. Sal o'zimiz ham vaqtimiz chegaralangan bo'ladi, masofa uzunligi qiladi. Buni holatlarda yechimini yengilroq imkoniyatini qilamiz. Endi yana bitta narsa haqida gaplashib o'tsak, bizada aslida o'sha elektrikada ishlatiladigan narsalar bor. Avtomatidan tortib, oxirgi yoritish sistemasigacha Подключить. Hamma tilda tushunadigan. shunaqa. Подключить qilib berasizmi deyishadi. Shunaqa подключениеgacha olamiz. Qanaqa sifatga qarab, nimasiga qarab o'sha narsalar tanlaganimiz ma'qul. Shunisi haqida ham bir gaplashib o'tsak. Endi dachning tashqi proyektlarda asosan yoritish chiroqlari bilasiz, led chiroqlar, galogen podsvetkalardan foydalanadi, lekin bularni narxi ochiq aytaman juda qimmat. Lekin ularni ishlash muddati 1 yildan 3 yilgacha. Vaholanki ularni narxi masalan eng minimal olganimizda $10 deb oladigan bo'lsak, lekin ularni Endi to'xting, shu qarang, men sizga savol beraman yana qo'shimcha. Yana mana shu $10, $15 deyapsiz yoki bor shunaqa yoritish tizimlari bor, $100, $500 bo'ladi. inkor etib bo'lmaydigan narsa. Ularga qanaqa himoya sistemasi qo'ygan ma'qul, arzonroqmi, qimmatroqmi, nimasiga qarab olganimiz ma'qulroq? Aytdim-ku, $10 chirog'i oldingiz, masalan u 3 yil garantiya bergan yoki 1 yil garantiya bergan $10 narsa 1 yil kuyyapti. Siz uni yana remontiga vaqtingiz ketyapti, ovoragarchilik qilyapti yoki o'sha Naqdingiz ketyapti. har tomondan finans tarafdan ham bizga minusga ishlaydigan narsa. Endi o'sha $10 narsangiz yong'inga sabab bo'lib qoladigan holat bo'lib qolishi mumkin. Bu 100%. Bu holatda bizga albatta himoya tizimi kerak bo'ladi. Ya'ni byudjetniy klassdan premium klass segmentgacha boradigan narx-navo bo'ladi. Biz albatta bu borada mijozlarga taklif beramiz. Masalan, mana bu 50 ming narsa, bu 100 ming narsa. Talab va taklifni inobatga olish olmasak, ularning o'zini xohishi. Lekin biz albatta taklifga o'tib ketamiz. Masalan, bu o'sha sana $14 chirog'ing bo'lsa, sana oladigan himoya elementlaring 50 ming so'm bo'ladi. Lekin u sizni himoya tizimingizni 5 yillab, 10 yillab himoya qilishi mumkin-da. Lekin buni ko'pchilik tushunmaydi. Hozir bu gapingiz bilan 15 ming, 20 minglik arzon avtomat yo включательdan voz kechib, qimmatroq 50 ming so'm, 60 ming so'mlik qimmatroqdan qo'ygan ma'qulroq. Yo'q, unaqa desa endi baribir hamma joyda narx-navo o'ynaydi. Baribir masalan bizani hududda aynan tan olish kerak. Chin mahsulotlar topiladi yoki boshqa yana bir Xitoy mahsulotlari topiladi. Boshqa brendlar topish qiyin, juda qiyin. Shunaqa. Biz majbur bo'lamiz byudjetniy klass qatorida masalan shu brendlarni taklif qilishga yoki Umid siz bunga nima qanaqa qarashdasiz aka? Sizlar tomonda Xo'p, bizda ko'pchilik подключить qilib berasiz degan savolni beradi. Именно yoritish sistemasi, telefon, kamera, shunga o'xshagan komplekt biza iloji boricha qilamizki, bitta odam bilan ish qiling. Mayli santexnika u o'zi yo'nalishi. Masalan, konserverchi o'zini yo'nalishi. Biz iloji boricha harakat qilamiz, mijozimizni sharoitiga kelib chiqamiz avvalambor. sharoitga kelib chiqamiz deyapsiz-ku, ba'zi joyda bo'ladi, sex kabelni ko'tarib keladi. Iloji yo'q, biz inkor etamiz. Yo'q, qarang, inkor etasiz, to'g'ri. Tan olmaydi-da. Masalan, sizga mana bu narsani qo'yib berdi, siz yuzini qildingiz, qo'shni. Unaqalar juda ko'p bo'ladi. U holatda siz yutqizasiz. Nega? U 5 yildan keyin siz qo'yib bergan narsani Hozir siz aybdor qilib qo'yasiz. mavzudan chiqmaylik-da. Hozircha. Bu mavzuga yana qaytamiz. Bu klient bilan gaplashish, klient bilan bo'lgan muammolar. Hozirgi mavzuyimiz o'sha qanaqa maslahat berasizlar? Masalan, mana Rustam akam elektromobilga zaryadlash qurilmalarini qo'yadi. Siz masalan qanaqa himoya vositalari qo'yishni maslahat berasiz? Xo'p. Endi men ko'p narsa qo'yib tashlashdan qo'yib tashlashga qarshiman. Maqollarni ko'rsak, to'ldirib tashlaydi. Biz bir 4 tami shunaqa himoyasini chiroyli qilib qo'yish kerak. Unga boshqasi kerak emas. Hatto yuklamaga kelgan перенапряжениеga, utechkaga
himoyasi bor. Keyin o'sha zazimli narsa qilib qo'yish kerak. Qo'shimchasiga yoki rozetka Ha. yoki ventilyatsiyaga. Keyin bitta stabilizatorni yaxshisidan tanlash kerak, напряжение past bo'lsa. Minimal расход, optimal rejim qilish kerakda. Hmm. Yechim qilish kerak. Baribir o'sha bunday mavzudan chiqmayman doddilar. Mana shu orada nima qilganda ham baribir bizani tavsiya qilamiz biza. Siz ham, bular ham. Iloji boricha klient baribir sharoitiga qarab ish qiladi. Ya bitta narsada o'sha qurilmani ishlashini, kelajakda qancha muddat ishlashi yoki Unda ikkilamada tushuntirib beriladi ishlashini albatta. siz bilasizda. Ha. Klient uni siz haqida tushunmasligi mumkinda. Siz Taklif o'shani bersa- yetkazib bera olsangiz, Bu u ham to'g'ri. tushunadi, u ham Tushunadigani bor, qarang Rustam aka. hammasi ham tushunadi. Faqat uni o'sha To'g'ri, yo'lakka yetkazib olib borish kerak, kirg'izish kerak O'sha ichkariga. именно o'sha ichkariga Bog' olib kirib ichida birpas sayr qildirish kerak. Hali o'sha именно olib kirayotgan paytingizda o'sha klient umid qiladi, mijozimiz umid qiladi. Bu menga qimmat narsa taklif qilyapti. O'zim olib kelaman deyapti. U qilaman deyapti. Ketdi o'sha bilasiz, hamma har xil. Men misol uchun shu paytgacha montaj qilgan bo'lsam yoki elektromobilga zaryadka boshqa qilgan bo'lsam, men aytgan kabelni olib keltirganman. Bizda ham shunaqa. Olib Bizda ham shunaqa. keltirganman. Розетка включателini tanlashini o'zini holatiga tashlayman odatda. Ne? Chunki u xohlasa budjetnisini olsin. Shunda ham bitta Chunki tipi u degani tashqi bor, o'shani qurilma, olib kelmay deyman, Tashqi qolganini olib qurilma keling deyman. bo'lgani uchun shunaqa Ha. deysiz. To'g'ri. Ichki, ya'ni oralarda qolib ketadigan o'sha Yerda suvolga o'zgartirib bo'lmaydigan narsalar bor. to'g'ri. O'sha narsalarga lekin o'zim aytgan narsamni olib keltiraman. Endi men Chirog'i, включатели boshqa narsani o'zini cho'ntagiga qarab xohlasa, To'g'ri Rustam aka. zo'rini olib kelsin, Xohlasa xohlasa arzonni bundoqini olib olib kelsin. gapinglarni Ha. bo'laman endi. O'zimni tajribamda ham bo'lgan holat, masalan, klient bilan hammamiz ishlaymiz. Hammamiz elektrikmiz. Klient narsa olib kelib berdi mana. Rozetkani qo'yib berasan dedi. Siz aytdingiz, yo'q buni emas, menga mana buni olib kelib berdi deysiz. Bu yerda sizni gapingizni inobatga olmay, mana shuni qo'yib berdi. Ana, Vaqtinchalik bo'ladi. Boy shuni aytib o'tib ketdim men. Vaqtinchalik bo'ladi. Keyin men o'zim o'zgartiraman dedi. Oradan vaqt o'tdi. 2 yil, 3 yil. Telefon qilyapti, sen qo'yib Sen- berib ketgan Ha. narsa buzildi, erib ketdi, yondi, sen menga o'sha To'g'ri. yaxshisini tavsiya bermagansan dedi Lekin- degan narsalar bo'lganmi sizlarda ham? Bo'lgan. Ko'p bo'ladi. Bunaqa Juda ko'p holatlarda bo'ladi. nima qilasiz? Eng kerakligi relé напряжение qurilmani bundan yaqinda bo'lib qoldi. Oradan 4 yil o'tib ketdi, ishonasizmi? U jamlar o'sha paytda mana brendda mahsulotni sotib olayim desam, boshqa brend olib kelingan, juda arzon. Hozir bozorlarda ham bor. Unim kuydi, katyolim kuyib qoldi. Katyolimni platasi kuyib qoldi. Mana katyolligiga qo'yilgan o'sha двухконтурный, одноконтурный degan bir apparatlar uchun qo'yilgan nimaga qo'yildi. Men orada 4 yil, 5 yil o'tib ketyapti-da, sana deb kuydi deyapti. Просто Tushunasizmi? bitta achinarli holat borda. Uyni masalan komfort uchun xolodilnik, shunga o'xshash mana bular aytyapti, katyol deymizmi? Qanaqa qimmat narsa o'zi xarajat qiladi. Lekin uyi qon tomiri bo'lgan, misol uchun elektrik Endi, bo'lsa, Imенно mahsulotga kelganda qarab yuradida. Mana oddiy bular sohasida ham, yo'nalishida ham elektromobil oladi. Menga byudjetli bo'lsa, arzon bo'lsin. Lekin arzon bilan sifat bitta joyda yurmaydi. to'g'ri. Arzon bo'lishi mumkin, lekin sifatli bo'lmasligi bu 100%. Buni o'zimiz ham yaxshi bilamiz, siz ham bilasiz, biz ham bilamiz. Ha, Rustam aka, Narsani yetkazib bermisiz. to'g'ri. 30 ming dollarlik mashina olishadi. Avvalambor hamma olsin. Hammaga inshaalloh nasib qilsa. Bilasizmi, misol uchun narx-navoda ham yoki material bo'yicha ham arzonroq bo'lsin deb ko'p aytishadi sizga. Nima deya olasiz mana shunaqalarga? Nima deyman, arzon narsani ishi arzon bo'ladi oxiri. Nishi? Qazgina muddat ishlaydi. Ishlaydi. U ham ishlaydi, hammasi ham ishlaydi. Muddat Ha. faqat qisqa bo'ladi. Qisqa bo'ladi. Muddat ishlaydi. Kabel bo'lsa izolyatsiyasi ketadi, qorayib ketadi yoki ko'tara olmasdan qizib ketadi. Avtomatlar misol uchun sariga tashiydigan bo'lib qoladi. Keyin yana qayta перерасход bo'ladi. Yana u Shu joyda boshidagi- sizga telefon boshidagi qilishadi. sharti, Ha. keyin yana qo'shimcha yana o'sha mahsulotlarni yaxshisi, Ha. ikki двойной Двойной. cho'tmi boshida yaxshiga sarflanmagan pulni endi 2 barobar qilib 2 barobar qiladi. Shu orada bir ayblab ham o'tib qo'yishadi. Men qo'yib bergan narsangiz ishlamay qoldi. Undan ham biri mana
narx-navo yoki xarajat deyapmiz, u xarajatlar mayli 2-darajali rasxod qilsa qaytaradigan narsa, lekin ularni boshqarayotgan odamlarning xavfsizligi 2-darajaga chiqib qoldi. Ular hammasi o'zi odamlarni komfort uchun qilinayotgan narsa. To'g'ri. Lekin vaholanki o'sha narsani xavfsizlik tizimi to'g'ri ishlab chiqilmas ekan, odamlarni shu tok urishi, kimlarnidir zarar yetishi yoki uylarni yonib ketishiga sabab bo'lib qoldi. Ko'p holatlarda biz o'zimiz konsultatsiyaga boramiz ekspert sifatida. Ko'p joylarda elektriklarimizni hisob-kitobi to'g'ri olmasligi, masalan, arzon brend olsa ham to'g'ri hisob-kitobi qilmasligi evaziga yolg'on kelib chiqadi. Ko'p mijozlar bu narsani tushunmaydi. Tushunmaydi. Qurilmamiz shiftan chiqibdi, almashtirib ber deydi. Lekin bilamiz, u elektrik xatosi. Lekin biz bunga ko'rib borib elektrik xatosi ekan deb bizlar haligi birovni yomon Yo'q, u niyatimiz yaxshi yo'q. ish emas. Biz faqat To'g'ri. mana bu joyda mana bunaqa narsa qilamiz, bo'ldi, ishingiz решениyasi hal bo'ladi. To'g'ri. Lekin iloji boricha man yangi yosh elektriklarga aytgan bo'lardimki, ustoz ko'rsin, o'z ustida ishlasin. Hozir onlayn maktablar ko'payib ketdi, masalan. Elektrikani ham onlayn o'rgatishadi. Markazlar, markazlar juda ko'p. Foydalanish kerak. Hozir har qanaqa imkoniyatlar bor. Eng yaxshi yordam o'zi mana hamma taomlar YouTube'da misol uchun. YouTube'da ham endi 100% idealni Ha, u именно kerakli tochkasini bekitadi. Yo'q, bekitishda emas. Siz o'ylagan odamlar hammasini professional deb qarab bo'lmaydi. Chunki YouTube Endi men o'ylaganim emas, bu mijozlarning fikrini aytyapman. Shunaqa, lekin YouTube platformasi siz o'ylagandek, men o'ylagandek 100% professional o'tiradi deb o'ylay olmaymiz. Chunki sizni professional deb qidirgan odamlarni YouTube'ga, Instagram'ga o'tirishga o'zi vaqti yetmaydi. Yetgan taqdirda ham qisqa auditoriya uchun ishlab beradi. To'g'ri. Yengillik qilaveradi. Akalar endi mana shu qo'shimcha qilaman. Men endi ichinglarda eng yoshi, eng opti kami men bo'laman. Shu aytayotgan gapingizga qo'shilshaman, hamma ham YouTube'dagi, Instagram'dagi hamma ham professional emas. Tushunadi. Professional emas. Nimadan kelib chiqib aytyapman? Hamma o'zini yaxshi tomonini sotsial setlarga qo'yadi. Yomon tarafini Yomon tomonini hech qachon qo'ymaydi. Nimaga? Chunki, masalan, men o'zim qilgan ishimni yomon tomonini qo'yadigan bo'lsam, men odamlarga yomon ko'rinib qolaman. Endi bu narsani ham xato deb o'ylayman. Chunki yomon tomonimizni ham qo'yishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak. Masalan, qilgan xatolarimiz bor. Mana shu xatolarni ketidan shunaqa darajaga yetib keldik. Mana shu xatoni qildim, sen qilmagin degan maqsad videorolik bilan tayyorlash kerak. U narsa o'zi Uzr gapingizni oldim. Именно platformalarga chiqaraman deyapsiz-ku. Xato qilasiz, gapirasiz, bo'ldi, o'sha joy eslab qoladi. Bo'ldi. Bu xato qilibdi, bu shunga o'xshaganlar gap ko'payadi. Hozir biz jonli efirdamiz. Bizga savol kelibdi. Qaysi brendlarni tavsiya qilmaysizlar? Adashib ishlatib qo'ymaylik deyapti. Endi bu menimcha bu savolga javob berish qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Chunki har bitta brendni chunki brendni brend qilish uchun o'sha odamlar, tashkilotlar ozmuncha mehnat qilmagan. Keyin yana bir narsa qo'shimcha qilaman. Men o'zim optimdan kelib aytaman. Endi brend deganda brend juda katta narsa-da. Masalan, qaysidir brendni yoritish sistemasi yaxshi chiqaradi. Himoya vositasi sal yomonroqdir. Yoki umuman yo'q. Umuman yo'q. Ishlatilmaydi. Qaysidir brendni o'sha himoya vositalariga основной anaqasidan qaratgan, yoritish sistemasiga qaratmagan. litsosi bor o'zini. Shunaqa. Bizi brendlarni qaysi birini olish olmasligi maslahat bera olmaydi. Endi brendlarni qaysi biri yaxshi yomonligini faqat ishlatib ko'rib bilishinglar mumkin. Vaqt tajribasida bu yog'i. Vaqt necha yil eski brendlarning nomini bilgan odam ham o'sha sotib oladi. Ishlatib ko'rib bilasizlar, keyin bilganingizdan keyin o'zinglar uchun bilasizlar, jim yurasizlar. Iloji boricha savollar egalariga arzon narsaga uchib qo'ymanglar, chunki arzimagan o'sha avtomat olasizlarmi, shunga o'xshagan qurilma olasizlarmi, 2-3 barobar sizlarni qimmatga tushirib qo'yadi. Faqat konsultatsiyani to'g'ri amalga oshirib, shu mijozlar bilan bo'layotgan konsultatsiyani to'g'ri amalga oshirish kerak. Ya'ni masalan, nima ishlatmoqchi? Mana hozir Anaqa o'sha aniq qilinsa, menimcha muammo bo'lmaydi. elektr qurilma sotadigan do'konlarga borib so'rasanglar, o'zlari aytib beradi. Eng chiroyli, eng hadovoyi, eng ishlatiladigan to'g'ri. Gapingizni bo'laman, o'zi u narsada misol uchun bizlar bilamiz, u reshenasi qanaqa, qayerga borib qanaqa sifat emas. Lekin u narsani biz mijozlarga yetkazgan bo'lsak, biz ustida pul ishlayotgandek bo'lib qolamiz. E'tibor uchun o'zi. Lekin odamlarni tushunchasi shunaqa bo'lgan, bir ikkitasi aldagan, masalan, klientlardan pul olgan yoki pul ustida o'tiribdi. Shunaqa tushuncha bor. Biz o'sha narsadan sal chetroq yuramiz. Iloji boricha chetroq, chunki agar
mijoz o'zi topolmasa, biza o'zimizga qora kartalarni ochib Mhm. bemalol konkir, bu konkir deb ishimizni hal qilaveramiz. To'g'ri. Lekin o'z xalqimizga aralashmaymiz. Chunki bu Mhm. bizani bo'ynimizdagi nafs. Xislatiga bu siz aralashmaysiz. Lekin biza faqat aytamiz. Mana shu Falon joyga borasiz. mana xizmat qilib beradi. Masal- Biroz aytib ketamiz, maslahat berish. Gapingizni bo'laman. Masalan, sizdan so'rayapti, klient chaqiryapti. Borasiz, hali hech narsasi bitmagan, devori bor. Suvoq yo'q deb faraz qilamiz. Men qaysi kabeldan ishlatganim ma'qul va narxini aytib ber deydi. Bunday holat menda ko'p bo'ladi. O'sha paytda narxini nimadan kelib chiqib aytasiz? O'sha do'konni maslahat bermayman deyapsiz, o'zing borib ol deyapsiz. Masalan, u umuman hech narsani bilmaydi. Chunki qurilish qilayotgan odam, birinchi marta qurilish qilayotgan odam hech qanaqa do'konni tanimaydi, elektrika do'konni, Bilmaydi, santexnika do'konni masalan. Faqat o'zini hududidagi do'konlari biladi. U do'konlarda ham masalan narx-navosini bilmaydi. O'sha paytda nimadan kelib chiqib narxini aytasiz yoki o'zingizni tanigan, bilgan, birga ishlaydigan, hamkorlikda ishlaydigan do'konlaringiz bormi? O'zi do'konlar ham hozir brendlar vakillari ham juda ko'payib ketdi. Hozir virtual saytlar ham rivojlanib ketgan. Onlaynda judayam ko'p. Onlayn bozor rivojlanib ketdi hozirgi kunda. Shu sababli biza bozor o'ziga ko'rib borib narx-navoni bitta solishtirib tender qilib olishni maslahat beramiz. Faqat brendlarning nomini aytamiz. Mana shu brend mana shunaqa narx, sifati ham shunga yarasha. Bu brendda hozir ham mana bunaqa narx, mana bu sifati shunga yarasha deymiz. O'ziga qo'yib beramiz. Faqat bitta narsa u zavod bilan sexni ajratib olish kerak. Sex bo'lsa biza aytamiz, rad etamiz srazu. Chunki nimaga sexda misdan ko'ra stal ko'proq. Sexda keyin Zavodlarimiz ko'p, misol uchun Polka bor, Aziya bor, Artikul bor, Uzkabel bor, nomi chiqqan kabellar. shu joyda yana sizni gapingiz bo'lib o'taman. Men o'zim yaqinda o'zimda bo'lib o'tgan narsa Xitoy kabel. Xitoyga endi brendini aytmayman qaysiligini ishlatdik. 2 ga 2,5 deb bergan. Nagruzka 1,5 kilovatda yonib ketdi. U yerda qisqa tutashuv bo'lmagan. Nagruzkani o'zida yonib ketdi. Oqimda bir Yongandan keyin u masalan ko'rasiz qanaqaligini. Olib qaraymiz, amednyonkada ichida stal, ustiga medda anaqasi yurtilgan. bo'yab qo'yilgan. Bo'yab qo'yilgan. Taqdirda ham masalan o'zimiz gapingizda bo'laman. Zavod olinsa ham, sex olinsa ham, endi специальный priborlar bor. Bunda ko'pchilik endi biladi yo'q. Energetiklarimiz o'z bizlarni kuzatib turibdi. Megametr qurilmasi bor. Hozirgi tipdagi Unit firmasiniki juda ko'p priborlar bor. Xullas, kabellarni o'lchab, o'sha izolyatsiya Endi qarshilik siz unda izolyatsiyasi bilan tekshirib aniq o'lchab butun massiga tekshira olasizda. Uni yuklab bermasdan. o'sha bular aytganlaridek mana to'g'ri. uzun gapingizni bo'ldim Xislatbek, mana bular aytyaptilar-ku, 1,5 kilovatda 2,5 skenik Ya uni ichidagi bor-ku. ana o'sha metal bor-ku. bo'yoq. Metal qorishmasi. Umuman Kibel. anaqa talabga javob bermaydi. Yaqinda Izolyatsiyasi ham talabga javob bermaydi. Javob bermaydi. Qo'lingizda bitta yo'li gaz standart tekshiruvdan o'tgan yo'l anaqasini o'shaning uchun boshida aytib o'tdingiz-ku, klientni o'ziga qo'yib beramiz. klientga misol uchun albatta o'sha o'ziga qo'yib beramiz deganimizda ham biz aytib o'tib ketamiz. Aka, falonsini o'ziga qo'yib beramiz degani ham arzoncha narsa olib kelsa arzoncha. Siz aytasiz. yo'q. Mana montaj qilmoqchisiz. Da. Men mana bunaqa kabeldan ishlataman. Ha, u birinchi o'rinda Siz har aytiladi. doim o'sha kabeldan ishlatib yurgansiz. Shu kecha kunduzgacha sizda muammo bo'lmagan. Yo'q. Endi o'sha klientga tavsiya qilasiz. Lekin unga siz tashab qo'yasiz qayerdan olishini. Shozim xohlasa borib jomidan Yo'q, labirint qilasiz. olsin. Da. Xohlasa borib O'rizordan olsin. Siz oladigan joyini aralashmaysiz. Lekin aytasiz, "Mana kabeldan olib kelsang, mana shundan ishlataman." Ha, to'g'ri. Unaqa narsa Ha. juda ko'p bo'ladi. Shunaqa joy. Shunda ham sizni gapingizga kirmaydi Rustam aka. Ya. Qo'shnini gapiga kiradi yoki kimdir kerak bo'lsa 12 elektrikni nomerini topib yonimda gaplashgan bunaqalar. Konsultatsiyani agar to'g'ri beriladigan bo'lsa, klient baribir siz tarafga yonboshlab Albatta. chunki u aytasiz, masalan, u devor orasida qolib ketadi. Mhm. Qon tomiri, jon tomiri. Bu yerga shuvog'itikidan almashtirib bo'lmaydi. Yo'q, o'sha kech bo'ladi u. Ha, o'sha narsani siz qilib bersangiz, klient baribir oladi. Ko'p mana hozir menda ham shogirdlarim ishlayotgan bo'lsa, viloyatdagi shogirdlar bor. Bizning viloyatlarda alyumin ishlatadi deydi. Alyumin ishlatadi. to'g'ri, lekin alyumin GOSTga javob bermaydi suv ostiga. APNPlarni yoki PUGNP yoki PUGP ular o'zi umuman ruxsat yo'q. Hatto biz o'sha narsalar PUGNPlarni ishlata olamiz. O'zi GOST standarti bo'yicha qaraganda nima ishlatishimiz kerak? VVG Shularni uchun mana kuzatuvchilarga qo'shcha tilida tushuntirib bersangiz zo'r bo'ladi mana. AVG, VVNG. U hozir katta mavzu. Oddiy mana izolyatsiyasida farqi. Ha, ana qisqasini. Masalan, mana hozir ko'pchilik biladi, masalan, monolit, monorejenli, alyumin.
Yo'q, endi Bu- unaqa bu- siz buguni chi, bu. ularni Ha. расшифровкалari ko'p. Yo'q, расшифровкалari ko'p Qismat aka. Расшифровкalarini masalan bizlar muxlislar hech kim bilmaydi. Bilmaydi. Faqat mana shu O'zi xalq elektrik tilida energetiklar Ha, biladi. xalq tilida lapsha deymiz. lapsha, kabi to'platlar. programmamiz bor. Ha. U o'zi ichki montaj shu ostiga mo'ljallangan. Eji. Boshqa kanallar uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan front hisoblanadi. Gosptuvdan o'tganligi hisobiga Kabel emasda, Kabel emas. o'tkazgich. O'tkazgich. Izolyatsiyasi 2 Ha. kilovoltdan yog'iga bardosh beradi. To'platlar. Ularni spitani anaqasi ushlanishi 500 voltgacha. To'platlar. Bu degani siz uni xohlagan miqdorda ukladkani bitta qatorda olib keta olmaysiz. Birinchi navbat. 380 volt kuchdan. Noqulayliklari bor. Endi- noqulaylar. Bu mavzuga nuqta qo'ysak, bu mavzuni Hali alohida ochamiz. yana bir Ha. ko'rib chiqamiz. Bu katta Alohida. mavzuni keyingi mavzuga olib qo'yganingiz Juda katta mavzu. Narsa tanlash, qaysi narsani tanlash, nimasiga ahamiyat berish, bularni keyingi mavzularga olib qo'yamiz. Bizlarni mavzuyimiz o'zi narx-navo haqida edi. Narx-navolarni bilib bo'ldik. Endi mani o'zimda bitta savol bor sizlarga. Chiroyli savol. Mana internet tarmoqlarida ko'p odamlar ko'ryapmizda. Elektriklar buncha pul ishlarkan, elektriklar mana pul ishlaydi. Yana bittasi chiqib kelyapti elektrikka turmushga chiqasizmi, yo'qmi? Shunaqa mavzularga nima qanaqa yondashasizlar? Men to'g'risini aytaman, qarshiman. Chunki bizani misol uchun o'sha darajaga yetishimizni ular ko'rmagan, uni bilmaydi. Oddiy rozetka qo'yib bergan desangiz, misol uchun o'sha nima yo'nalishi bo'yicha bilmaydi. Iloji boricha shu narsaga qarshi chiqaman. Chunki anavi tosh otmaganga otmagin tosh deydi-ku, ko'cha tilida aytganda. To'g'risi hamda. Yaxshini yaxshi taraf izi ham olib chiqadi, yomon taraf izi ham olib chiqadi. Mayli, lekin iloji boricha u elektriklarni tema qilish shart emas. Yo'q, u mayli ikkinchi darajali pul topish masalasi deb tursa, qancha pul topadi. Endi biz baribir shogirdlar bilan ishlaymiz. Ya'ni katta brigada jamoa bilan ishlaganimiz uchun ba'zi oylarda приходga kiramiz, qaysi oyda расходga kiramiz. Chunki U bitgan ham bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi. Tengi stabil olib ketish qiyin. Chunki Juda qiyin. kechki ishlar bo'ladi, klient tomonidan yoki mol yetkazib berish masalasi. Masalan, orasida. bu joyga borsangiz ham mana shu avtomobilingiz rasxoti bor, shogirdlarni oyirish bor. O'shalar Moddiy tarafdan moddiy tomonlama topilgan puldan rasxotimiz ko'proq ham bo'lib Eng muhimi shu yosh elektrik bo'lmoqchi bo'lganligi puliga qiziqishmasin. Bu kasbni ochib aytaman, mana YouTube'da shunga o'xshagan platformalarda elektriklar falonsin pul topyapti, oyiga falonsin, sezoni kelganda falon ming dollar topadi. Uni o'zini vaqti keladi. Sabr qilishi, yaxshilab o'sha ustozlaridan o'rganishni tavsiya qilaman yosh elektriklarga. Juda ko'p. Mani qo'limda, uzr gapingizni bo'laman, mani qo'limda 10 tadan shu bola ketaveradi. Keladi, bittasi 1 oy ishlaydi, bittasi 1 yil ishlaydi. Kulminatsiya nuqtasini e'tirof keting. Hozir olimlar aniqlashicha, sun'iy intellektdan rivojlanib ketyapti, IT boshqa elektrik sanitariya shunga o'xshash soha egalari lider bo'lib qoladi. Chunki ular ongini egallayolmaydi. Yo'q. Sun'iy intellekt. Mana shu joyi qo'l mehnati bilan bog'liq bo'lgan kasblar qoladi, chunki sun'iy qolganlari intellekt. Sun'iy intellekt sun'iy, chunki Qo'l yog'ini. tilingiz bilan aytib turibsiz. Eng yaxshisi shu yosh bu elektriklarimizga deganimiz endi gapingizga yana qo'shimcha qilaman. Sohani yoshlikda qanaqa soha o'zi mukammal o'rganishligini tavsiya qilaman. Mukammal. Chunki sohada lider bo'lmoqchimisiz? O'rgating. Yana bitta narsa. Yuksak natijaga erishmoqchimisiz? Davomiy o'qing. O'shandagi natija, agar sizga pul kerakmi, reputatsiya pul kerak bo'ladigan bo'lsa, reputatsiya uchun ishlang. Agar reputatsiyaga ishlasangiz, pul o'zi keladigan. shu joyingizga gap qo'shaman. Iloji boricha amaliy bilan teoriyasini bir xil ushlab turish kerak. Chunki amaliy o'rganaman deydi yosh elektriklar. Juda ko'p bo'ladi. Joyi kelganda teoriyasiga hisoblab noto'g'ri qilib qo'yishyapti. Shuning uchun iloji boricha hurmatli yosh elektriklar Bitta narsada bu narsa ko'p muhokama bo'lgan. Men Instagramga ham qo'yganman. Amaliyot kuchli, nazariyatchi birpasda institut tushunadi. Institut bitirib kelganlar mana hech narsani bilmayapti. Bizda mana yo'q, nazariyada boshqacha to'g'ri. Bu nazariya degani ilmiy asoslangan formulalar, anaqalar bor, hisob-kitoblar bor-da. Shunaqa. Uni siz xohlang institut o'qing, xohlang kollejda o'qing, xohlang maktabda o'qing, xohlasangiz mustaqil ravishda o'zingiz borib o'qing, izlaning. Bu faqat institutga bog'liq narsa emas, nazariya. Nazariyani bilsangiz, o'qish vaqti bor. ana o'qish bilan
shu joyiga menda bitta optimda o'tgan narsa bo'ldi. Nazariya bilan mana shu amaliyot farqi bor deyishadi. Farqi yo'qligi, ya'ni o'sha nazariyadan kelib chiqqanligini yana bitta oddiy narsa bilan isbotlab beramiz. Oddiy simni olamiz, monolit simni olsak, 2,5 simni diametri bilsanglar 1,8 millimetr atrofi bo'ladi, chiqadi, to'g'rimi? Endi ko'pchilik u simni sotib oladi, ko'radi. Mani o'zimni optimda bo'lgan narsa, bitta endi sal kaprizniroq klientim bor edi, simni o'zingiz olib kelib bering dedi. O'ta endi pромышленный zona bo'lgani uchun men o'zim olib bordim. U yerda monolit sim ishlatganman. U menga aytdi, buni qalinligi 1,8 millimetr deyapti. Sen menga 2,5 deb olib kelding deyapti. U aka, men unaqa o'lchanmaydi. Uni o'zini formulasi bor. Shu formulaga qo'yiladi deyapman. Yo'q deyapti. Sen menga 1,8 millimetr olib kelib berding deyapti. Maqala ko'p. Aka, oddiy formulaga qo'ying dedim. Oddiy formulasiga qo'ying, chiqib keladi dedim. Bu formulani masalan hammamiz bilsak kerak. O'sha fanga bog'liq hammasi o'sha anaqa bilan boradi. Amaliy bilan nazariy bilan aytganlaridek shunaqa deb o'ylayman. iloji- Bizani sohada yurganlar bor, ko'chada pul ishlab yurganlarni faqat pul ishlayib yuribdi deb o'ylayman. Oo. Lekin biz o'z sohamizda ishlab yurganlar bor. tochkasi bu tochkasi. O'zimiz ishlaymiz, boshqamiz, o'zimizni rivojlanish uchun o'zimiz hissamizni qo'shamiz. O'zi bu sohada to'xtab turish kerak emas, o'zi avvalo. Izlanish kerak. O'qish, yana o'qish. O'qish bo'lmasa, sizdan keyingi chiqqan odam sizdan ko'ra kuchliroq g'oyani ilgari suradi. Bu siz orqada eski o'zingizni ishingiz bilan qolib ketasiz. Yana bitta qiziqarli savol endi sizlarga. Qiziqarli emas, endi savol. Shogird olishda nimaga ahamiyat berasizlar va qanaqa shogirdlarni olishni xohlaysizlar? Rustam aka, endi sizdan boshlasak, boyadan beri jim o'tiribsiz, aka. Bizga gap bermayapmiz, Ha. Rustam akamga. Mikrofonni olgansan. Shogird olishda nimaga e'tibor beraman? Aslida men uni sinab ko'raman birinchi. Qanaqa halol bo'lishi kerak. Birinchi navbatda to'g'ri so'z bo'lishi kerak, aldamaslik kerak. Keyin o'sha fizika, matematikadan quv bo'lishi kerak. Raz misol uchun hech qanaqa soha bo'yicha kollej bitirmagan, institutda hech qayerda o'qimaganmi, fizika, matematikadan yaxshi bo'lishi kerak. Chunki bu elektrikani asosida shu soha yotadi. Va mana fizika, matematika, kimyo. Chunki bu uchalasi bir-biriga bog'liqda. Nima uchun ham bu sohaga hamma kirib ketavermaydi, yiroqlashadi. Lekin bu sohani ichida bizdan biri yurganlar, qiziqib nima qiladi. bu sohani ichida yurganlar ham oddiy odamlar emasda, elektriklar oddiy odamlar emas. Bular o'sha murakkab fanlarni, Elektrikni juda katta pul topadi. murakkab fanlarni To'g'risida. anaqaga o'qiy olganligi uchun, shuncha kira olgani uchun bu elektrik. Ular o'ylaydi shunchaki simni bir-biriga Bir-biriga ulab, ulasak bo'ldi. shunchaki Men yurgan elektrikman deb insonlar deb o'ylaydi, ochiq gap. o'ylaydi. bilan почти simni bir-biriga ulab yuradi shunchaki deydi. Yo'q, u joyda katta narsa o'tadi. Tushunadi. O'sha fizika, Ulashgan, matematika, ulashi bor deydi. sohasini tushungan odamgina Albatta. bunga kira oladida. Qiziqishmi? Aqli butun Qiziqish odam, ilmda aqli butun odamgina bu sohaga kiradi. Bular tushunyapsizmi? Uchun anaqalarimni ham, videolarimni, postlarimni ko'rgan bo'lsangiz, uncha odam Ha. elektrik bo'lavermaydi. yo'q, bo'lmaydi. Aqli butun odam elektrik. Mavzudan chiqib ketmaylik. Ha. O'sha shogird Shogirdni masalasida shunaqa ta'limim bor. Siz-chi, Umid aka? Birinchi o'chiribda muomalasi menga. Muomalasi. Keyin kasbga qiziqmasligini men bir hafta isrof beraman. To'g'risi, bir hafta yetadi. Bir xillarga bir kun yetadi. Bir xillarga bir yil ham yetmaydi. Lekin bir haftada qiziqadigan shogird qoladi. Rosa ko'p kelib ketgan. Puliga qiziqadi, vaqt o'tkazish uchun qiziqadi. Masalan, yurgan mashinamizga qiziqadi, tutayotgan telefonimizga qiziqadi. Shu ushmasdan pul so'raydi. Qancha Voy, berasiz? Unaqalar ko'p bo'lgan, uydagilari ham telefon qiladi. O'g'lim ishga o'tayotgan ekan, oyiga qancha pul berasiz? Men vaqt beraman yangi Juda shogirdlarga. katta dolzarb mavzu shogird emasdan. Hozir endi bu eski an'analar o'zi yo'qolib ketyapti. Hozir sira Ha. oylik masalasi birinchi ko'riladi. Bizada endi masalan oylik masalasida chiqadi endi o'zi taklif bilan shogird tushmoqchiman, ishlashingizni ko'rdim, yo'q deydi. Men so'ragan narsa birinchi rezyume bo'ladi. Rezyumeda Dokumentalniy ish olgan. endi Da, u anaqa firdoy ham yurg'izib beradi-da bular. rezyume bo'lmasa biza u qanaqa ishchi, u bazasida nima bor bilmaymiz. Tushunmaydigan odam bu sohada Yo'q. viloyatda ishlolmaydi. Chunki bizani xalqaramiz xavf xatardan iborat. Baland joyda ishlaymiz, ushlanish bor joyda ishlaymiz. Har qanaqa holatda xalqaro ostida bo'ladi. Shuning uchun bu holatga tushmas uchun sezgir, hushyor bo'lgan bolalarni o'zimiz jamoaga qabul qilamiz. Unda ham eng kamida koykada o'qib chiqqan bolalar bo'lsa,
Buni siz imkoniyat aytganingizdek darajasida olishga harakat qilamiz. Lekin lekin imkon berish kerak. Ha, imkon beriladi. shunchaki kelib turib 4 million oylik berasiz. Ha, u pul masalasida kechirib qo'yasiz. Mana bu kerak bo'lsa sen bergin. Men senga hunar o'rgatayotgan deb O'zimga bo'lganda. yaxshi xarajatlarimni hisobga olaman. Birdaniga bunga 4 million va'da bera olmayman. Endi bitta oylik narsada tomonlama qaranglar. to'xtanglar, yana Endi- temadan chiqmaylik. Yo'q, temadan chiqmaysizlar, shu shogirdlar mavzusini shundoq yopib qo'yilishi joyida. Ha. Bitta narsada yaxshi mutaxassisga shogird tushaman deb boryapti, to'g'rimi? Lekin u yaxshi mutaxassisdan qanchadir mablag' ilinjida borish birinchi navbatda xato Xato. deb o'ylayman-da. U ko'nglidan chiqib yo'l kirasini, o'sha oziq-ovqatga ketadiganni baribir beradi, hech kim bermaydi emas beradi, uni ishlatib. Lekin undan ma'lum miqdorda summa talab qilish biroz xatolar. Chunki undan butun umri davomida kerak bo'ladigan hunarini olmoqchi-da. Oldingi zamonlarga qaytadigan bo'lsangiz, Ha. qaysidir ustozga 10 shogird yildan kelsa, ham. O, uni ketida qancha yurgan, uni uyida xizmat qilgan, boshqa qilgan, lekin hozir unaqa qilmasin. Lekin talabni qo'ymasin-da. talab Men qo'ymasin. o'zim bir vaqtlar universitetda o'qib yurgan paytimda avtoelektrikaga shogird tushaman deb borganman. Hafta Men elektrik. undan hech qanaqa bir mablag' talab qilmaganman, Aha. shunchaki o'rgatishini so'raganman. U nabrot mandan bu $2000 pul berasan degan. Undan tashqari yana bitta stabilizator remont qiladigan joyga yillab o'tib, endi hammasi qiziqib ko'rasiz-ku o'z sohangizni. Bir muddat mana 1 oy yoki 2 oy kelib yoningizda sizga qarashib shunday ham ishlaringizni qilib o'rgansa bo'ladimi degan savol berganimda, u undan 10 barobar katta summani so'raganda, bizaga u borib nimadir bering deyishdan avval bizadan so'raganda. Endi hozirgi vaziyatda sal nima desa bo'ladi, nabrot hunarni o'rganib olish. Shundoq hunarni yurib olish kerak. Bu mana misol uchun bitta usta professional bo'lguncha qancha mashaqqatlardan o'tib bo'lganda, bu tayyor qozonda ovqatni pishirib qo'ydi-da, shunda suzib olib yeb olsa bo'ldi u shogird. O'shancha O'zi pishirib o'tirmaydi-da, yo'q, mana shu tayyor narsani ko'radi. kartoshka olib kelib qilib o'tirmaydi. Tayyor ovqatni suzib yeb olsa bo'ldi. Foydalanish kerak demoqchiman-da. Chiqdimi, ushlash kerak, ustozni rast shu sohaga qiziqadimi? Foydalanish kerak. Unaqa shogird O'zini ekan. ritsosini tanib olishga masalan yaxshi shans bo'ladi. Sizlar Juda yaxshi. sizlar yaxshi shunda Umid akam aytgandek, o'shaning uchun mana shu temani yopamiz. Bo'g'ozi chuqurlashib ketadi. Chuqurlashib ketamiz. Juda chuqurlashib Chunki ketamiz. elektrikani hali oxirisi yo'q kasb buni. Shunaqa. Mukammal judayam buni hech kim yetish uchun umrimiz yetmay qoladi. Masalan, hozir bizlar ham oladigan bo'lsak, menimcha bir 3-5% ni bilsak kerak. Ha. Keyin elektrikada masalan bitta savol bor o'zimda. Elektrikada mani ko'p joyga chaqirishadi, maslahat so'rashadi, sizlarda ham shunaqa. Yo'nalish degan narsa bor. Elektrik baribir borgani bilan hamma narsa elektrik tomonlama hamma narsani tushunmasligi mumkin. Ha, to'g'ri. Energetik bor. bor, elektrik bor, elektronshik bor, KPVX bor. Yana mana shu tomonlama ham biza tushuntirishimiz kerak. Muxlislarimizga tushuntirishimiz kerak, odamlarga tushuntirish kerak shu narsani. Mijozlarga elektrik chaqirdimi, nimasiga qarab chaqirish kerak? Masalan, pромышленный zonada men o'zimdan o'zim elektrosetdan yoki u joydan telefon qilib, "Voy, mana elektrik bor ekan" deb telefon qilib unga telefon qilsam, "Yo'q, men tushunmayman" desa, "Qanaqa elektrik bu? Elektrik shu ham" xayoliga keladi. deydi. Kim Shunaqa uni odamlar bering bor. deyman dedim. Shunga qanaqa maslahat berasizlar? Nimasiga qarash kerak? Endi o'zini hammani yo'nalishi bor-da. Elektrika sohasi juda keng soha hisoblanadi. Uning ichiga avtomatika, o'sha aytayotganingiz kip avtomatika, elektronika, yana keyin Juda energetika, mukammal kasb. misol uchun yuqori kuchlanish, past kuchlanish, anaqa relay va avtomatika himoyalari juda ko'p. Takomillashib ketgan. Yo'nalishlari ko'p. Mana bu yo'nalishdagi odamlar mana bu narsani bilmaganligi uchun uni aybdor qilish kattaroq xato hisoblanadi. Chunki buni yo'nalishi boshqa. Bu misol uchun yuqori kuchlanishda ishlaydimi, xavflilik darajasi yuqori, bu ishlaydigan qurilmalar umuman boshqa narsa. Bu misol uchun elektronikada ishlaydigan, u yarim o'tkazgichlar bilan, shu elektr komponentlar bilan ishlaydi, uni yo'nalishi boshqa narsa. To'g'ri. Joy Uni kelganda sxemasi boshqa narsa, u qiladigan ishi boshqa. Lekin umumiy elektrikaning ichiga hammasi kirib ketadi. kirib ketadi. Shuncha shunaqa. Qisman bo'lsa ham undan ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin uni har bittasini professional bo'la olmaydi. Bitta sohani professional bo'la olishi mumkin. Mumkin. Endi bizga savol kelibdi. Energetika muhandisligi haqida ma'lumot bera olasizlarmi? Injenerlik, muhandislik, energetikadan. Qanaqa ma'lumot bersak bo'ladi mana? Yaxshi savol kelgan. Bular xuddi shu Rustam akam aytganidek, Mana, elektrika bo'lingan. Sergelida avtomobil tarmoqda xonasi podstansiyasida ishlaymiz-da.
Bular manimcha sohaga yaqinroq bilan Yaqinroq. bersa Mana montajnik bo'ladi. shunga biza Chunki ba'zi Sağ ol, ha. yo'nalishimiz elektrotexnikaga Super. avtomatlashtirish bo'lgani uchun masalan biza ham bilmaydigan narsalarimiz bor-da. Endi Bizga muhandislar zolim. asosan nimani ko'proq biladi? Muhandislar injener texnologlar. bular o'sha elektr energiyani ishlab chiqarishidan to uni iste'molchigacha bo'ladigan jarayonlardek bo'ladigan vaziyatlarni biladi. Muhandis degan. Texnologik protsess hisob-kitob. Texnologik hisob-kitoblarni misol uchun bitta transformator qo'yilishi kerak. Ma'lum bir aholi yoki ma'lum bir ishlab chiqarish binosi bor. Shunda ma'lum bir quvvat bor, talab etilgan quvvat bor. O'sha narsani hammasini hisob-kitob qilib chiqadi. Misol uchun mana bu joyda mana bunaqa transformator qo'yish kerak, mana bunaqa ishni amalga oshirish uchun mana bunaqa elektr dvigatel qo'yish kerak yoki mana bunaqa podstansiya qurish kerak. Bu podstansiyani kelayotgan Nazariy kuchli. o'tkazgichlari mana bunaqa bo'lishi kerak, mana buncha выключатель bo'lishi kerak, выключатель mana shuncha amper ko'tara oladigan darajada yuklamani bo'lishi kerak. Mana bitta mana bunaqa yerlashtirish yoki yoy so'ndiruvchi qurilmalar, xullas hamma narsani Nazariy kuchi juda ham kuchli bo'lishi kerak. Har tomon hisobga olinadi. Atrof muhitni zararlash omillari. qarang, Energetika haqida energetika gapirib deganda bering. faqat elektrni olishimiz kerak emas. Yo'q, ana imенно shu savollariga точности bitta qilib tushunadigan Energetika degani bu faqat elektr degani emasda. Misol uchun gaz bor, to'g'rimi? U ham energiyaga kiradi. Energetika Ha, sohasi. neft, TSI, ha, Hozir neft shuni ham bizada yana bitta Instagram sahifamizda javob kelibdilar. Elektrotesla.uz, ya'ni Ulug'bek ekandan meni soham bu debdi. Bemalol mana shu Elektrotesla.uzga murojaat qilsangiz bo'ladi. Akbar Tursunov degan odam menga savol berganlar. O'sha Elektroteslaga savollaringiz bo'lsa, o'sha okaga murojaat qilsangiz, ular ham javob berishadi bizdan tashqari yana. O'sha u darajada bormagan narsaga men misol uchun Rustam akam ishini qila olmayman. Xizmatbekka ham ishini qila olmayman. Tan olaman. Aka, qo'limdan kelmaydi. O'zimga yaqinim, mutaxassis bor, gaplashib beraman. Yoki dachniy zona, yoki bilaman yetishmaydi mumkin. Bizdagi ko'proq montaj bo'yicha 3 xonalikda, 4 xonalikda, davay ani avtomatikani zamonaviylashtirigan variantini qilib berib bilamasdan olish mumkin. Endi gapingiz bo'laman Umid aka. Bizada ham mana Xislat akam bilan bizlar yo'nalishimiz o'xshash, pasti bir xil. Masalan, bular dachniy proyektlarda ishlasa, men ko'proq pромышленныйda ishlaganman, avtomatikada, kip avtomatika. Bularni avtomatikasida men oqsoqlanaman. Pромышленныйda bular oqsoqlanadi. O'xshagan gap. Bizni anaqamizga kirib ishlab ko'rmaganmiz. shuni boya gapirilganda hamma yo'nalishi o'zini mutaxassis. Ha. Murakkablashib ketaveradi. Yangi tizim bor, eski tizim bor. Yo'qani unaqa qilishadi-ku, men ko'rman. Unaqasi yo'q elektr. Yo'q, unaqasi hali tug'ilmagan ham. Tug'ilsa ham uzoqqa bormaydi ular. Menimcha bu umrimizda bunaqa Boya oxiriga yetishimiz tug'ildi, o'sha 5%. Shunaqa. Juda mukammal. Xato qilsa mana Rustam akam gaplari bor. Trendga chiqdi. Men ham, tog'in ham javob bera olmaydi. Ishingni o'zida bo'linmalari ko'p. Bularnikida shunaqa. Oddiy mana o'zimni yo'nalishimga kelib chiqadigan bo'lsam, dachniy proyektlarda avtomatizatsiyaga nimaga kiradi bizanikiga? Isitish tizimlari, isitish qozonlari bilan ishlash. Bassiya sistemasi, suvni tozalash, isitish tizimlari. Undan tashqari ventilyatsiya sistemalari, sauna tizimlari, bundan tashqari yozish chiroqlari, ularning yuklamalarini tanlash. Tur-to'kis xizmat ko'rsatiladi, lekin bu hammasi katta mavzu. Juda katta. Bizlar ham oddiy oddiy to'xtaylik. Yaxshi joyda to'xtataylik. Keyingi podkast videolarimizda bularni olib chiqamiz. Chuqurlashmaymiz. Keyingi mavzuni ham aytib ketib, Xudo xohlasa keyingi mavzularda ochiqchasiga gaplashamiz. Shu podkast mavzusini o'zi ochiqchasiga gaplashamiz deb qo'ysak bo'lar ekan. Eng yaxshi tanlov shu. Erkin suhbat bo'ladi. Ochiqchasiga gaplashamiz. Keyingi Elektriklar tilidan gaplashamiz. Keyingi mavzularni qaysi kuniga bo'lishini mo'ljallaymiz. O'sha o'zimiz sahifamizga qo'yamiz. Umid aka sizniki, Rustam aka sizniki, Xislat aka, meni o'zimniki qo'yamiz va o'sha kunini belgilaymiz. Muxlislardan kelib tushgan savollarga javob beramiz. Qolgan mavzularni shu yerda o'zida kelishamiz. Faqat bugunga yetadi. suhbat uchun hammaga rahmat. Hammaga Keyingi mavzularni ko'rishguncha. Inshaalloh hali keyingi ko'p gaplashamiz. Ayniqsa ochiqchasiga elektriklar tili bilan, ko'chalarga borayotgan gap so'zlar bilan ochiqchasiga gaplashamiz.
Bizlar kuzatishni davom etinglar. Keyingi ko'rsatuvlarda men o'zimni tanishtirib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilar, bu bizada yangi proyekt. Biz yangi proyektni boshlab oldik. Bu proyektimizda sizlardan qo'llab-quvvatlashinglarni kutib qolamiz. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, sizlardan fikringlarni eshitib qolamiz. Xudo xolasa keyingi mavzularni sizlardan kutib qolamiz.